Qalbi go'zallarim, bugun sizlar bilan juda ham mazali chiqadigan nejniy shirinligini tayyorlanishini o'rganamiz. Juda ham oson va tez tayyor bo'ladigan texnikada tayyorlanishini o'rgataman. Ushbu retsept asosida bemalol nejniy shirinligini sotuvga ham tayyorlasanglar bo'ladi. Birinchi bo'lib elangan unimizga sheriletamiz solib, kroshka qilib olamiz. Yaxshilab tuxum sarig'iga qabartma yoki razlixlitel solib, vechka yordamida aralashtirib olamiz bir xil massa qilib. So'ng kroshkali massamizga tuxumli massani solib xamir qo'rib olamiz. Xamirimiz shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Endi beze tayyorlab olamiz. Beze uchun tuxum oqiga shakar solamiz, kukuruzni kraxmal solamiz va mikserga baland oborotiga ko'pirtirishga qo'yamiz. Agar qizlar ruchnoy mikser bo'lsa, bezelarni 3 ga bo'lib qilsanglar ham bo'ladi. Xamirimizni muzlatib o'tirishimiz ham shart emas, srazi terkadan chiqaraveramiz. Teng 3 ga bo'lib olamiz. Nejniylarimiz qavati chunki 3 qavat bo'ladi. Xamirimizni terkadan chiqarib olgandan so'ng bezelarimizni ham ustidan chiqarib olamiz. Bezeni ahamiyat bergan bo'lsanglar, xamirdan 1 sm ichkariroqga chiqarasizlar, chunki pishganda bezemiz ishadi. Endi krem tayyorlaymiz. Xona haroratida turgan sariyog'imizni yaxshilab ko'pirtirib olib, varenniy sgushonka solamiz va yana oq sgushonka ham solib krem qilib olamiz. Tayyor bo'lgan go'shtlarimizni ham ketma-ketlikda kremlab olib, ustini xohishga qarab bezatsanglar ham bo'ladi. Men kokosoy strushka va fistashka sepib bezatib oldim. Yanada ko'proq sotuv retseptlarni o'rganishni xohlasanglar, sizlarni o'zimni Titokeks Telegram kanalimga taklif qilaman. Albatta ularni olinglar qizlar. Hozir kungacha kanalimda 500 dan ortiq eng sara retseptlar o'tilgan. Albatta ularni olinglar, foydali bo'ladigan bittaman.